Alisa, pardani ochib yubor. Mazami? Короче, Alisani o'zbek tiliga o'rgatib yubordik. Короче, o'zi Rustam Sho'rboni yonidagi 9 etajlik domni 4-qavatda joylashgan 3 xonalik xonamizni obzorini boshladik. Holdan kiraverishda mana bu yerga bitta katta spalni, tashqarida bitta katta oyna qilib qo'ygan. Tashqarini bemalol ko'rib o'tirasiz. Hozir men sizga ikkinchi xonasini ko'rsatib chiqaman. Operator, birinchi mana bu prikoshkadan kiraverishda mana bu eshigimizdan sirozda chap qo'lda mana bu garderobni zona qilgan, shkoflar qilgan va shu gap bo'lishi mumkin emas. Operator juda ham chiroyli. Oyna qilgan, tashqariga chiqayotganda oynaga qarab chiqib ketasiz. Mana bu yerga mehmonlaringiz kelsa, sirozda o'tirib mana bu yerga chaqchaqlashsangiz ham bo'ladi. Ikkinchi xonaga o'tamiz. Ikkinchi xonamiz mehmonxona bo'ladi. Ya'niki operator yaxshiroq qilib olasiz, xudo xolasa. Mana bu televizor zonani va gap bo'lishi mumkin emas, dahshat qilgan. Mana mebellarni va did bilan qilgan, lyustrasiga gap bo'lishi mumkin emas. Bu remontni ikir-chikrikacha va chok qilgan, atachentoni ham zo'r turibdi. Hattoki mana bu dizayngacha e'tibor berasizlar. Bu ikkinchi xonamiz. Ana endi sizlarga uchinchi xonamizni ko'rsatib chiqamiz. Operator. Uchinchi xonamiz detskiy bo'ladi. Detskiy ham mebellarigacha, biralarigacha, shkoflarigacha va chotki qilingan. Ana endi ayollarimiz yaxshi ko'radigan xonaga o'tamiz. Operator. Wow, mana bu gap bo'lishi mumkin emas. Mana bu mebel hozirda trendda yurgan mana shu mebellardan qilgan. Rakvenini bilasizlar, eng zo'ri hozir. Ayollarimizni orzusidagi rakvenini qilib qo'yishgan. Kimga qiziq bo'lsa buni qarang. Gaz plita, mikrovolnovый pech ikkita qilib qo'ygan, двухконтурный kotyol, холодильникni juda ham kattasini zo'rini qo'ygan. Yana bu yerga o'tirib yeydigan saharlik, zaftrik, iftorlik va zo'r ketadi, oynasi bor. Ana endi sanuzelga o'tamiz. Sanuzelga ko'p joyda bitta bo'ladi, bu yerga razdelni qilib qo'ygan, dushovoy zona qilgan, 60 ga 120 kafelni ham zo'rini qilgan, mana mebellarigacha, rakvenigacha va zo'rlarni qilib qo'ygan. Ana endi hojatxonasini alohida sizlarga ko'rsataman, chunki razdelni juda ham planirovkasi va dahshat. Operator bitta chiroyli qilib olasiz, polkalariga e'tibor berasiz va dahshat. Svetlarni o'chirib yoqsangiz agar nima bo'ladi? Zo'r bo'ladi-da, короче. Kimga qiziq bo'lsa agar, biza pastda nomer qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqsalaringiz bo'ladi. Alisa, pardani yo'q-for. Gap bo'lishi mumkin emas. Kim agar kvadratga qiziqayotgan bo'lsa, kvadrati 89 kvadrat, narxiga qiziqayotgan bo'lsa, bizlarniki har dafgidek narxini aytmaymiz, chunki pastda nomer qoldiramiz. Sizlar bemalol telefon qilib aloqaga chiqib, agar yaxshi muomala qilsalaringiz 5-10 ming tushishi ham mumkin odam. Agar grubi gaplashsangiz 1 so'm o'tmasligi ham mumkin. O'sha uchun chiroyli gaplashsangiz pastda nomer qoldiraman, normalni arzon qilib tushirib olsangiz bo'ladi. Yana pastda bitta akkaunt qo'yaman, Dilya opaniki, xudo xolasa o'tib